Salom bular. Bugun sizlar Diyorbek Uzbek kanalini hammasiga o'tib obuna bo'lib qo'ying. Biz Minecraft o'ynaymiz. Hozir yangi world kiryapman. Mana Netherda paydo qolibdi. Hozir bitta g'ajarachi o'lar ekan. Bo'ldi hozir. O'yinni o'tib birinchi marta bo'lishi. Do'stlar, qanaqasi bo'lishi mumkin? Yashiramiz. Men boshladim shuni. Yana o'tiryapti. Endi boshqa yashiramiz shekilli. Birinchi bo'lmaydi shekilli. Bo'lmayapti. O'tiryapti o'yinda. Mana. Boshqa gap. Do'stlar, uyim ko'rsataverayli. Tepadan. Mana shuni o'zim qo'yganman. Bu narsaga e'tibor bersizlar. Bu mod. Atrofga gullar ekib qo'yganman. Nima? Bunday yoqib mana yonlarida ham zo'r. Mana zo'r. Aka naqa gullar ekib tashlaganman. Mana shunaqa gullar. Uyni ichini ham ko'rsataman hozir. Chiroyli. Sizlar mana qaranglar. Hozir mana uyimdacha. Juda ham zo'r. Mana metlarda karavot, gul, sandiq, versak, pechka, qaymiz olmoqdan. Mana bunaqada. Esin, ikki poling. Albatta. Amal. Yana olmos, yana kitoblar bor. Bunaqa. Chiqishli qo'ldan. Bo'ldi. Endi tashqarida uyim bor. Sotib olganman. Mana nechta stak zumradga sotuvdim mana. 30 ta zumrad. Hozir yarim stak zumradga sotganman mana. Yaxshi, zo'r. Tak. Maqsim kerak. Nima deydi? Atmasini biz Netherga borib qizil qalamni topishimiz kerak. Hozir salimishlar qoldi. Tak. Netherga boramiz. Hozir obsidian olaman.
Düzelteceğim ama. Bunu düzelteceğim. Yani kuramos. Da mana. O'shamcan. Da şimdi qoldi. Endi ana o'xshadi. Hozir tak ana. Qabul. Ana. Mana. Yoqqanini topish kerak. Yo'qanin o'sha topish kerak qizg'on. Qiziqani qayerda o'zi? Bilmayman. Bu eski bersa, shuning uchun qiziqarlarni topish qiyin. Eh, hmm, topolmayapman-ku. Topish kerak. 100 kilometr bo'lishi kerak edi. Topib bo'lmadi. Endi topilmadi. Dur. Qo'yilmayapti. Endi qo'yildi. Mana. Endi qishloqda paydo bo'laman. Endi teshib ko'ramiz. Paydo bo'ldimmi? Qayerda paydo qoldim endimi? Shu uyni men diqqatdan qilaman ekan. Boshqatdan quraychi. Birinchi yana shu tepada. Mana nima qilaman ekan? Qidirsam topilmayapti. Yo'q, topolmayman shekilli. Yo'q, topilmadi. Bugungi video shu bo'ldi. Sizlar xayr. Keyingi videoda ko'rishamiz.